dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Tramp Ukraina mojarosini muzokaralar yo'li bilan hal qilishi mumkinligini aytdi. Germaniya Putinni prezident deb atamasligini ma'lum qildi. G'azo sektorida oziq-ovqat falokati kuzatilmoqda. Pashinyan faol tiktoker bo'lishga qaror qildi. Putin Ukrainada g'arb qurollaridan himoyalanish uchun sanitariya zonalari tashkil qilmoqchi. UzAuto Motors BYD elektromobillarining O'zbekistonga kirishini cheklashi mumkin. Bu demokratiya emas, Putinning g'alabasiga dunyo qanday munosabat bildirdi? Tramp Ukraina mojarosini muzokaralar yo'li bilan hal qilishi mumkinligini aytdi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp saylovda g'alaba qozonsa, Ukraina mojarosini muzokaralar yo'li bilan hal qila olishini aytdi, deya xabar berdi RIA Novosti. Siyosatchining so'zlariga ko'ra, uning Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiyga aytadigan gapi bor. Biz ularni birlashtirishimiz kerak va men aytaman, sizlar buni qilishingiz kerak. Va men ularning har biriga butun dunyoga aytmaydigan ba'zi narsalarni aytaman, ammo men buni uddalay olaman deb o'ylayman, dedi Tramp. Amerikalik tele va radio boshlovchisi Sebastian Gorki podkastiga bergan intervyusida. Tramp Rossiya rahbarini juda yaxshi bilishini va u bilan o'tmishda bir necha bor Ukraina masalasini muhokama qilganini aytdi. AQShning amaldagi prezidenti Jo Bayden esa mojaro haqida aytilishi kerak bo'lgan narsaning mutlaqo aksini aytadi. Bayden eng yomon narsalarni aytdi. U buni osonlik bilan to'xtatishi mumkin edi, lekin u aytishi kerak bo'lgan narsaning aksini aytdi, dedi AQShning sobiq prezidenti. Tramp prezidentlik kampaniyasi davomida bir necha bor Ukraina atrofidagi vaziyatni saylovlarda g'alaba qozonish orqali hal qilishga va'da bergan. Siyosatchining fikricha, u buni inauguratsiyadan oldin qiladi. Germaniya Putinni prezident deb atamasligini ma'lum qildi. Rossiyadagi saylovlardan so'ng Germaniya Tashqi ishlar vazirligi o'z hujjatlari va batalyonlarida Rossiya prezidenti Vladimir Putinni faqat familiyasini ko'rsatadi. Bu haqda Bild xabar berdi. Germaniya Vazirlar Mahkamasi vakili Christian Hoffman Rossiyadagi saylovlarni erkin va adolatli o'tganini aytdi. Natija oldindan aniq edi. Na demokratik saylov bo'ldi, qo'rqituvchi muhit bor edi. Rossiyada so'z erkinligi yo'q, mamlakatda hozirda diktatura hukmron va Vladimir Putinning avtoritar boshqaruvi ostidadir. Kansler ham bu haqda gapirgandi, deya qo'shimcha qildi Hoffman. U Ukrainaning bosib olingan hududlarda ham ovoz berish bo'lganini keskin qoraladi. Germaniya hukumati Putinni prezident yoki hukmdor deb ataydimi degan savolga Germaniya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Sebastian Fischer so'nggi paytlarda departament hech qanday rasmiy unvonsiz faqat Putin familiyasidan foydalanayotganini aytdi. G'azo sektorida oziq-ovqat falokati kuzatilmoqda. Agar jabrlangan hududlarga oziq-ovqat yuborilmasa, may oyigacha G'azo sektori shimolida ocharchilik yuzaga keladi, deya ma'lum qildi BMT. 1 milliondan ortiq odam allaqachon falokatli vaziyatda, deydi ekspert. Oziq-ovqat bilan bog'liq vaziyat G'azo sektorining har ikkinchi aholisi yoki 1,1 million kishi uchun falokatli. BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti 18-mart dushanba kuni ushbu bahoni taqdim etdi. Agar biror chora ko'rilmasa, may oyigacha G'azo sektorining shimolida ocharchilik bo'lishi muqarrar, deya ma'lum qildi Jahon tashkiloti. G'azo sektori aholisi oziq-ovqat zaxiralarini tugatdi, deya ta'kidladi FAO. Mintaqada to'yib ovqatlanmaslik va o'lim keskin oshadi, deya xavotirlanyapti ekspertlar. Ularga ko'ra, gumanitar tashkilotlarga zarar ko'rgan hududlarga to'siqsiz kirish imkoni berilsa, ocharchilikning oldini olish mumkin. 2023-yil dekabrida FAO G'azo sektorining shimolida yangi 6 oy ichida ocharchilik xavfini ehtimoliy deb hisoblagandi. Biroq bu ijtimoiy ofat muqarrar ekanligini bildirmagan. Tashkilotning bahosi oziq-ovqat xavfsizligini integratsiyalashgan bosqich tasnifiga asoslanadi. Isroil-Falastin mojarosi avj olgandan beri 31 mingdan ortiq falastinlik halok bo'ldi. Isroilda qurbonlar soni 1400 dan oshdi. G'azoning 2,3 million aholisi Isroilning havodan ommaviy bombardimon qilishi va eksklavning to'liq blokadasi tufayli oziq-ovqat, suv va dori-darmonlar tanqisligidan aziyat chekmoqda. Pashinyan faol tiktoker bo'lishga qaror qildi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan davlat haqida suhbatlar nomli ko'p qismli videorolik suratga olishga qaror qildi. U bu haqda 19-mart kuni o'zining TikTok'dagi sahifasiga joylagan videosida aytdi. Bugundan boshlab TikTok'da davlat haqida suhbatlar turkumini suratga olishni boshlayman, degan u jonli efir vaqtida. Pashinyanning so'zlariga ko'ra, u suratga oladigan videolarda davlat, fuqarolik erkinliklari va shu kabi mavzularga to'xtalib o'tadi. Sarlavhadan qaysi masalalarga to'xtalib o'tishi allaqachon ma'lum bo'ldi. Men sizlar bilan o'z fikrlarimning bir qismini o'rtoqlashmoqchiman. Umid qilamanki, bu hozirda yuzaga kelayotgan tartibsizliklarda barchamiz uchun strategik, chuqur fikrlash uchun material bo'lishi mumkin, deya qo'shimcha qilgan bosh vazir. Putin Ukrainada g'arb qurollaridan himoyalanish uchun sanitariya zonalari tashkil qilmoqchi. ICV
Tahlilchilarga ko'ra, Ukraina mustaqilligicha qolar ekan va hech bo'lmaganda qarshilik ko'rsatish vositalariga ega ekan. Bu maqsadga erishib bo'lmaydi, chunki Putin qurolsizlantirilgan hududdagi istalgan hududga da'vo qiladi. 18-mart kuni matbuot anjumanida u Belgorod viloyati xavfsizligini ta'minlash uchun Rossiya Xarkov viloyatini bosib olishi kerakmi degan savollarga javob berdi. Putin Ukraina nazorati ostidagi hududlarda qurolsizlantirilgan sanitariya zonasi tashkil etish g'oyasini istisno qilmasligini aytdi. U alohida masala sifatida bunday qurolsizlantirilgan hudud qanchalik chuqur bo'lishi kerakligini tilga oldi. Lekin Rossiyaning qaysi hududlari va qachon ishg'ol qilinishi kerakligi haqida gapirmadi. Ammo shu bilan birga u Rossiya Federatsiyasiga sanitariya zonasi kerak bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Bu esa Ukraina uchun g'arbda ishlab chiqarilgan qurollar yordamida yengib o'tish qiyin bo'ladi. U avvalroq Ukrainaga Rossiya Federatsiyasiga zarba berishga imkon bermaydigan bunday zonalar haqida gapirgan edi. UzAuto Motors BYD elektromobillarining O'zbekistonga kirishini cheklashi mumkin. O'zbekiston hukumatiga BYD Uzbekistan Factory kompaniyasi tomonidan elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani vaji bilan tartibsiz importni cheklash bo'yicha murojaat kelib tushgan. Bu haqda Prezidentning O'zbekiston Respublikasida elektromobil va gibrid avtomobillar hamda ularning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishni tashkil etish investitsiya loyihasini amalga oshirish to'g'risidagi investitsiya shartnomasini tasdiqlash haqidagi qarorida ma'lum qilindi. Shu munosabat bilan Iqtisodiyot va Moliya, Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirliklari hamda O'zavtosanoat kompaniyasiga joriy yilning 1-iyuliga qadar Vazirlar Mahkamasiga BYD brendi ostidagi elektromobil va gibrid avtomobillari importini tartibga solish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan. Bunda mas'ullar amaldagi qonunchilik hujjatlari, jumladan raqobat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlari hamda Jahon savdo tashkiloti prinsiplaridan kelib chiqib takliflarni tayyorlashi kerak. Shuningdek, qarorda elektromobil va gibrid avtomobillar ishlab chiqarish quvvati bosqichma-bosqich yiliga 500 ming donagacha oshirilishi belgilangan. Bu demokratiya emas, Putinning g'alabasiga dunyo qanday munosabat bildirdi? 15-17 mart kunlari Rossiyada prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi. Ushbu saylovda amaldagi davlat rahbari Putin g'alaba qozondi. U 87.32% ovoz bilan yana kursisini saqlab qoldi. Birinchilardan bo'lib uni Boliviya, Venesuela, Nikaragua, Shimoliy Koreya, O'zbekiston, Tojikiston kabi davlatlar rahbarlari tabriklagan bo'lsa, g'arb davlatlari saylovni adolatsiz deb tan oldi. Jumladan Yevropa Ittifoqi kengashi raisi Charles Michel Rossiyada bo'lib o'tayotgan prezidentlik saylovlari bilan bog'liq X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida istehzo bayonot e'lon qildi. U Rossiyada saylov boshlanmasidanoq Putinni ishonchli g'alabasi bilan tabrikladi. Fransiya Tashqi ishlar vazirligi Rossiyada erkin, pluralistik va demokratik saylovlar uchun shartlar yana bir bor bajarilmaganini ta'kidlab, saylov hech qanday xolis xalqaro kuzatuvsiz o'tganini qayd etdi. Rossiyadagi prezidentlik saylovlarini qonuniy, erkin va adolatli deb hisoblash mumkin emas. Ovoz berish aholiga nisbatan qattiq repressiya sharoitida o'tdi. Bu esa erkin demokratik tanlovni imkonsiz qildi, deyiladi Polsha Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron ham Rossiyadagi saylovlarga o'z munosabatini bildirdi. Putin o'zining siyosiy raqiblarini yo'q qiladi, ommaviy axborot vositalarini nazorat qiladi va keyin o'zini g'olib deb e'lon qiladi. Bu demokratiya emas, deydi u. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.